Eng yomoni, eng achinarlisi. Ayrim shifokorlarimiz qiladi-da shu operatsiyalarni. Demak sizni rahmingiz kelmaydigan xirurgsiz. Chunki bemor bilmaydi. Bemor tibbiyotdan xabari yo'q. Bemor bilmasligi mumkin-da. Bemor kelib meni o'ldirib bering desa nima? Shifokor rahmi kelib o'ldirib beraveradimi? Siz hozir juda ham dahshatli narsalar haqida gapiryapsiz. Bariatriya vrach bilan patsientni bir umrga bog'lab qo'yadi. Biz 18 yosh bilan 60 yosh orasidagi bemorlarga tavsiya qilmaymiz. Ovqat yeyish nihoyatda ko'p hozirgi jamiyatimizda. Semizlik juda ham katta muammo. Kelin statistikadan oldin men hayratda qolib, bir kunda nechta operatsiya qilasiz? O'sha jarroh mahorati operatsiya vaqtiga bog'liq emas. Tana vazni indeksi 35 dan kam bo'lgan bemorlar uchun bariatrik operatsiya tavsiya etilmaydi. Xalqimiz mana shuni tushunishi kerak. Bariatriyaning maqsadi hayot sifatini yaxshilash. U 180 kiloli odamni 55 qilish emas. U bechora sizni huzuringizga hayot sifatini yaxshilash uchun emas, o'sha 55 kilogramm bo'lish uchun kelgan bo'lsa-chi? Yo'q.